Hurmatli obunachilar, avval M6 avtomobilga propan qo'yib berdik. Unga qo'yib bergan narsalarimizni birma-bir ko'rib chiqsak. Old qismiga bu yerda blok upravlanish joylashgan. Blok upravlanish zonasi Kubox plus injektorlarimizga kelsa 0.3 injektor. Ordoimkida одноразовый filtrimiz va bu yerda esa mnogorazовый filtrimiz. Reduktorga kelsa R02 tipi reduktor turbolarli motorlar uchun ortiqcha moslashtirib qo'yilgan. Endi esa orqasiga o'tsak. Orqasiga esa shumkalarimizni qilib bo'lganmiz. Propan balonimiz 13 tali propan balon ekan. Multiklapalarimiz salonda qancha gaz qolgan ko'rsatib beruvchi multiklapalarimiz va termoturkalarimiz. Bu tarafgacha biz multiklapamiz datchiklarini o'rnatib berganmiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Pastda nomerlar qoldirib qo'yganmiz. Like va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.